Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bu qo'ylar ikki xil berdi. O'zbekistonniki bor, Mongoliyadan olib kelganman. Oq katta mana bu. Dummasi ko'rinmaydi. Sariq. Bular Mongoliyaniki. Qorasi o'zimizga jaydari. Mana shularni endi olib cho'ponlar chachishtirmoqchi. Qani keyingi yil nima gaplar bo'ladi? Yangi tur. Sababi Mongoliyaniki chandir qo'ylar deymiz. Shegi katta. Bizlarniki dumbasi bilan go'shti shirin deymiz bularga nisbat. Qani shularni chachishtiryapti. Mana shuni bu bir hali to'da poda. Bunaqa podalar hozir 20 taga chiqadi nasib inshaalloh shu yilda. Ko'ramiz. Mehnatning oqibati nima bo'ladi deyishadi-ku. Shunga o'xshab. Bizda mana shu otamizdan o'g'illikda farzand bo'lsak, hamma chorvador. Bari chorvanchilik yuradi, nevaralari 2-3 ta. Yurgani uchun bizga bu kitob ko'rganday gap. Men kattasiman, bosh bo'lib har men boshdan qo'yib berdim hozir. Endi mana yana tam Mongoliyadan kelsa, yaqin bir 10-15 ming bosh tumaniga. Kelajakda keyin qo'shilib go'sht yana eski naqasiga tushadi yo'liga. Endi yana shunday savol